Davom etamiz. 23-savolga kelib to'xtagan edik. Tebranish konturidagi kondensatordagi zaryad qonol ko'paytirilgan sinus omega t qonuniyat bo'yicha o'zgarmoqda. G'altagi induktivligi L bo'lsa, konturdagi to'la energiya qanchaga teng? Xo'p, o'zi konturning energiyasi W barobar beradi W elektr maydon qo'shilgan W magnit maydonga. To'la energiyani topish uchun elektr maydon energiyasi bilan magnit maydon energiyalarini qo'shishimiz kerak. Elektr maydon energiyasi bu kondensatorda to'plangan energiya. Kondensatorda to'plangan energiyani Q kvadrat taqsim 2C formuladan, magnit maydon energiyasini L I kvadrat taqsim 2 formuladan topamiz. Yoki to'la energiyani o'zini magnit maydon energiyasining maksimal qiymatidan yoki elektr maydon energiyasining maksimal qiymatidan topsa bo'ladi. Elektr maydon energiyasining maksimal qiymati Q maksimal bo'lgan payt Q0 kvadrat taqsim 2C dan yoki magnit maydon energiyasining maksimal qiymati L I maksimalning kvadrati taqsim 2 dan, ya'ni tok kuchi maksimal bo'lgan payt magnit maydon energiyasi maksimal bo'ladi. Endi konturdagi to'la energiya. Konturdagi to'la energiyani biz mana bu formuladan yoki mana bu formuladan topganimiz ma'qul bu yerda. Demak, bizga Q0 berilgan, g'altaning induktivligi berilgan. Xo'p, to'la energiyani mana bu formuladan topamiz. L I maksimalning kvadrati taqsim 2 dan. Bu yerda bizga I maksimal noma'lum. Xo'p, bizda I ni topish uchun aslida Qdan T'ga nisbatan bitta hosil olsak, tok kuchi kelib chiqadi. Qning o'zgarishi Q0 karra sinus omega T. Bundan hosil olsak, Q0 bu yerda oddiy son, ya'ni koeffitsient o'zi turadi. Sinusdan hosila kosinus omega T va bu murakkab funksiya bo'lgani uchun omega T dan hosila omega bo'ladi. Demak, bu yerda kelib chiqadiki, I barobar Q0 omega ko'paytirilgan kosinus omega T. Demak, tok kuchining maksimal qiymati, ya'ni I maksimal teng bo'ladi bizda Q0 karra omegaga. Demak, bu yerdan Y to'la teng bo'ladi. Y to'la barobar L taqsim 2 ko'paytirilgan Q0 karra omeganing kvadratiga. 1 taqsim 2 karra L Q0 kvadrat omega kvadrat. To'g'ri javob B javob bo'lar ekan. 24-savol. Yopiq zanjirda tok yutishi natijasida elektromagnit maydon hosil bo'ldi. 5 minutda bu maydon qancha masofani bosib o'tadi? Demak, biz bilamiz, har qanday elektromagnit maydon yorug'lik tezligiga harakatlanadi. Xo'p, yorug'lik tezligi harakatlanib qancha masofani bosib o'tadi? S barobar V karra T yoki tezligi yorug'lik tezligiga teng bo'lgani uchun C karra T. Yorug'lik tezligi 3/8 ga teng ko'paytirilgan. Vaqtni sekundga o'tib olsak, 5 minutimiz 300 sekund bo'ladi. Bu 9 ko'paytirilgan 10/10 metrga teng. Buni kilometrga o'tish uchun mingga bo'lishimiz kerak. 9 ko'paytirilgan 10/7 kilometr. To'g'ri javob A bo'lar ekan. 5-savol. Lazer nuri 2 ga bo'lindi. Ular bir xil qalinlikdagi suvda shishadan o'tib ekranga tushadi. Savolni mana xuddi shu yeri ozgina kamchilik ketib qolgan. Ular bir xil qalinlikdagi suvdan va shishadan o'tib ekranga tushadi bo'lishi kerak. Ya'ni masalan sharti quyidagicha. Lazer nuri ikkita muhit orqali yuborilgan. Birinchi muhit suv, ikkinchi muhit shisha. Demak, lazer nuri aslida tezligi C, ya'ni yorug'lik tezligi bilan kelayotgan bo'ladi. Mana shu ekran deb qaraydigan bo'lsak, lazer nurining tezligi V barobar C taqsim N, ya'ni muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Bu yerda N suvning nur sindirish ko'rsatkichi 4 taqsim 3 ga, shishaning nur sindirish ko'rsatkichi 3 taqsim 2 ga teng. Ularning qaysi biri ekranga tezroq yetib boradi deyilgan. Demak, suvdagi tezligi kattami, shishadagi tezligi kattami, shularni taqqoslashimiz kerak. Xo'p, lazer nurining suvdagi tezligi C taqsim 4 taqsim 3, ya'ni 3C taqsim 4 ga teng ekan. Lazer nurining shishadagi tezligi esa C taqsim 3 taqsim 2. Bu esa 2C taqsim 3 ga teng. Xo'p, bularni taqqoslaydigan bo'lsak, lazer nurining suvdagi tezligi lazerning shishadagi tezligidan katta bo'lgani uchun suvda shishadagiga nisbatan tezroq yetib boradi. 26-savol. O'quvchi 50 gradusli burchak ostida ko'rinadigan jismga 10 marta kattalashtiriladigan lupa orqali qaraganda burchak necha gradus bo'lib ko'rinadi? Xo'p, endi 50 gradusli burchak taxminan chizib oladigan bo'lsak,
10 marta kattalashtiradigan lupa bilan qaraganimiz bilan bu burchakning qiymati kattalashmaydi. Bizga kattalashib ko'rinadigan mana bu chizgan uzunliklarimizning qalinliklari kattalashib ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda burchak o'zgarmay qoladi va to'g'ri javob 50 bo'ladi. 27. Fokus masofasi 20 sm bo'lgan linzadan 10 sm uzoqlikdagi mavhum va to'g'ri ta'sir hosil qilindi. Linzaning kattalashtirishini aniqlang. Demak, bu yerda fokus masofasi 20 sm, linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa kichkina f 60 sm ga teng. Linza formulasini yozib oladigan bo'lsak, linza formulasi 1 taqsim katta f barobar 1 taqsim kichkina d plus minus 1 taqsim kichkina f edi. Bu yerda katta f ning oldiga yig'uvchi linza yoki sochuvchi linzaga qarab, yig'uvchi linza esa plus, sochuvchi linza esa minus keladi. Kichkina f ning oldiga mavhum ta'siri esa minus, haqiqiy ta'siri esa plus keladi. Xo'p, o'zi qaraydigan bo'lsak, sochuvchi linzada doim mavhum ta'sir hosil bo'ladi va u tasvir doim fokus bilan linzaning optik markazining orasida bo'ladi. Bu holatda bizga tasvir linzaning fokusdan tashqarida bo'lgani uchun, demak bu yig'uvchi linza bo'ladi. Shu masalamizga linza formulasi yig'uvchi linza bo'lgani uchun 1 taqsim katta f, ya'ni plus bo'ladi, teng 1 taqsim d, mavhum ta'sir bo'lgani uchun 1 taqsim kichkina f ga teng bo'ladi. Xo'p, linza formulasiga qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim 20 barobar 1 taqsim d ayrilgan 1 taqsim 60 ga. 1 taqsim d barobar bo'ladi 1 taqsim 20 qo'shilgan 1 taqsim 60. Umumiy mahraj keltiradigan bo'lsak, buni 3 ga ko'paytiramiz. 4 taqsim 60. Bu yerdan d barobar 15 sm bo'lar ekan. Bizdan linzaning kattalashtirishini so'ragan. K barobar f taqsim d edi. F 60 sm ga teng, d imiz 15 sm. K barobar 4 ekan. Linzaning kattalashtirishi 4 ga teng bo'ladi. 28-masala. Difraksion panjara doimiysi 6 mikrometrga teng. Ekranda 5-tartibdagi maksimum 0-maksimumdan deyarli 90 gradusga farq qiladi. Panjaraga tushayotgan to'lqinning uzunligini toping. Demak, difraksion panjaraga ko'rinadigan burchak bilan bog'liq formulasi d ko'paytirilgan sinus alfa barobar n kara lambda yoki d ko'paytirilgan sinus alfa barobar n minus 1 taqsim 2 kara lambdaga teng bo'ladi. Bu difraksion panjaradan ko'rinadigan manzaraning maksimumlik sharti, bu esa manzaraning minimumlik sharti, ya'ni n bu tartib raqami. N'inchi raqamli maksimum ko'rinsa, n'inchi raqamli minimum ko'rinsa mana bu formuladan topiladi. Demak, bizga maksimum bo'lgani uchun bizga mana bu formula kerak bo'ladi. D bu yerda difraksion panjara doimiysi, n ko'rinadigan tartib raqami manzaraning, lambda to'lqinning uzunligi. D 6 kara 10 darajasi minus 6 ko'paytirilgan sinus 90 teng bo'ladi 5-tartibli maksimum ko'paytirilgan lambdaga. Bu yerdan lambda teng bo'ladi 1.2 kara 10 darajasi minus 6 yoki 1.2 mikrometrga. To'g'ri javob B. 29. Tinchlikdagi zichligi 1.28 gram taqsim santimetr kub bo'lgan jism 0.6 tezlik bilan harakat qilmoqda. Uning harakat zichligini aniqlang. Demak, o'zi jism chizib oladigan bo'lsak, bu jism yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlansa, v tezlik bilan o'lchamlari a, b va c bo'ladigan bo'lsa, tezlikka parallel bo'lgan tomon, ya'ni mana bu a tomoni o'zgaradi. Jismning dastlabki zichligini r0 deb belgilaydigan bo'lsak, jismning tinchlikdagi massasi taqsim tinchlikdagi hajmiga teng bo'ladi. Endi jismning realistik zichligini hisoblaydigan bo'lsak, r barobar bo'ladi m taqsim v ga, ya'ni realistik massasi taqsim realistik hajmi desak bo'ladi. Bu yerda jism yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, massasi m0 taqsim ildizda 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat ifodadan topiladi. Hajmi bo'lsa, hajmi dastlabki holatga c, b, a edi tomonlari, keyingi holatga c tomon bilan a tomon o'zgarmaydi. Faqat bizga o'zgaradigan a tomon bo'ladi. C ko'paytirilgan b ko'paytirilgan a tomonining uzunligi a ko'paytirilgan ildizda 1 minus v kvadrat taqsim c kvadratga teng bo'ladi. Demak, bu yerdan topiladigan bo'lsak, m0 taqsim a, b, c ko'paytirilgan 1 minus v ni kvadrat taqsim c ni kvadrat. Jismning tinchlikdagi zichligi m0 taqsim a, b, c deydigan bo'lsak,
M0 taqsim ABC'ning o'rniga rho 0 ni qo'ysak, rho barobar rho 0 taqsim 1 minus v ni kvadrat taqsim c ni kvadratiga teng bo'ladi. Demak, shu formulaga qo'yib hisoblab olamiz. 12,8 taqsim 1 minus 0,6 c ni kvadrati taqsim c kvadrat. Bu yerda demak 12,8 taqsim 1 ayrilgan 0,36. 12,8 taqsim 0,64. Buni hisoblab olsak, to'g'ri javob 20 gram taqsim santimetr kub bo'lar ekan. D javob. 30-savol. Quyidagi elektron o'tishlardan qaysi birida eng katta impulsga ega foton yutilgan? Demak, biz aslida har qanday atomga foton yutilgan payt, demak 30-savol. Quyidagi elektron o'tishlardan qaysi birida eng katta impulsga ega foton yutilgan? Xo'p, biz aslida foton yutilgan payt elektron quyi energetik sathdan yuqori energetik sathga o'tadi. Mana bu va mana bu holatlar bo'lishi mumkin. Endi eng katta impulsdagi foton yutgan degani uchun eng katta energiyalik foton yutgan bo'lishi kerak. Eng katta energiya yutgan holat bu 4-holat, ya'ni eng katta sathga ko'tarilgan holat. A javob bo'ladi. 31. Pi mezon ikki yorug'lik kvantiga ajraldi va o'zaro qarama-qarshi yo'nalishda harakatni davom ettirdi. Ularning energiyalari mos ravishda epsilon 1 va epsilon 2 ga teng. Epsilon 1 katta epsilon 2 dan pi mezonning ajralishidan oldingi impulsini aniqlang. Endi ikkita qarama-qarshi yo'nalishda harakatga ega kvantlarni chizadigan bo'lsak, mana bitta kvant desak, mana bu ikkinchi kvant bo'lsin. Demak, buni energiyasi epsilon 1, buni energiyasi epsilon 2. Demak, bu yerda birinchi kvantning impulsi epsilon 1 taqsim c ga, ikkinchi kvantning impulsi esa epsilon 2 taqsim c ga teng bo'ladi. Impulsning saqlanish qonunidan p dastlabki barobar bo'ladi p oxirgiga. Dastlabki impuls bizda pi mezonning impulsi bo'ladi. Demak, pi dastlabki mezonning impulsi barobar bo'ladi. Oxirgi impuls demak epsilon 1 epsilon 2 dan katta bo'lgani uchun P1 ham P2 dan katta bo'ladi. Dastlabki impuls ham P1 ni yo'nalishda, demak vektor yig'indi, ya'ni modullar ayirmasi bo'ladi. Qarama-qarshi bo'lgani uchun epsilon 1 taqsim c ayrilgan epsilon 2 taqsim c bu teng bo'ladi epsilon 1 minus epsilon 2 taqsim c ga. To'g'ri javob B bo'lar ekan. 32-savol. Geliy atomining bog'lanish energiyasi 27 megaelektrovoltga teng. Uning solishtirma bog'lanish energiyasini aniqlang. O'zi geliy atomi 2-4, ya'ni ikkita protonga 4 ta nuklonga ega bo'lgan atom. Har qanday atomning solishtirma bog'lanish energiyasi teng bo'ladi bog'lanish energiyasi taqsim nuklonlar soniga. Demak, geliy atomining solishtirma bog'lanish energiyasini topmoqchi bo'lsak, bog'lanish energiyasini nuklonlar soni bu yerda 4 bo'ladi. 4 ga bo'lishimiz kerak. To'g'ri javob 6,25 ga teng bo'ladi. A.